AQSh Eronning yadroviy obyektlariga bergan zarbalari uchun javob olish kerak, dedi Eron rahbari Masud Pezeshkian. Uning ta'kidlashicha, amalga oshirilgan hujumlar AQSh Isroilning Eronga qarshi dushmanona harakatlaridagi asosiy omil ekanini ko'rsatmoqda. Pezeshkian shuningdek, Tehron Washington bilan muloqotni qo'llab-quvvatlaganini, ammo AQSh erishilgan kelishuvlarni buzganini qayd etdi. Tehron AQShning Eron fuqarolik yadroviy dasturiga oid taklifini rad etdi, dedi AQSh davlat kotibi. Qo'shma Shtatlar Eronning fuqarolik yadroviy dasturiga qarshi emas. Agar Tehron ham faqat atom elektr stansiyalari uchun mo'ljallangan fuqarolik yadroviy dasturini istasa, buni amalga oshirishi mumkin. Biz ularga aynan shunday kelishuvni taklif qilgan edik. Ular esa buni rad etdi, deya ma'lum qildi Marko Rubio. Marko Rubioning boshqa bayonotlari: Washington Tehron bilan muzokaraga qaytishga tayyor. Buni ertagayoq boshlashimiz mumkin. Qo'shma Shtatlar Eron yadroviy inshootlarini yo'q qilish maqsadiga erishdi. Washingtonning keyingi qadamlari Tehronning munosabatiga bog'liq bo'ladi. Washington Eronning kosmik dasturi mavjudligini shubha ostiga oladi. Ular oyga chiqishni rejalashtirmayapti. Qurol maqsadida foydalanuvchi ishlab chiqyapti. AQSh kuchlarining Yaqin Sharqqa joylashtirilishi Erondan kelayotgan tahdid bilan bog'liq. Eron Hormuz bo'g'ozini yopish haqidagi ehtimoliy qarori mojaroning jiddiy avj olishiga sabab bo'ladi va bu AQSh tomonidan javob choralari berilishiga turtki beradi. AQSh Xitoyni Eronni Hormuz bo'g'ozini yopmaslikka ishontirishga chaqirmoqda. Washington hozircha Eronga nisbatan yangi harbiy amaliyotlarni rejalashtirmayapti. Eron Qo'shma Shtatlarning hujumlaridan so'ng yer ostiga ko'milgan boyitilgan uranni qazib olishi lozim. Tehron qazib olingan uranni boshqa davlatlarga berish kerak. Ular esa uni kamroq darajada boyitilgan uran bilan aralashtirib yuborishadi. Garchi AQShning havo hujumlari haqidagi rejalar oldindan matbuotda yozilgan bo'lsa-da, Tehron boyitilgan uranni boshqa joyga ko'chira olmas edi, dedi Marko Rubio. AQSh va Isroil zarbalaridan keyin Eronning yadroviy dasturi yo'q qilinmadi, dedi Isroil rahbari Ishak Herzog. Eron yadroviy dasturi yo'q qilindi deb ayta olmayman. Biroq unga Isroil hamda Qo'shma Shtatlar hujumlari natijasida juda jiddiy zarba yetkazilganini aytish mumkin, dedi Isroil rahbari. Washington Erondagi yadroviy obyektlar to'liq yo'q qilinganiga 100% ishonch hosil qilmagan, dedi AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance. Biroq Qo'shma Shtatlarning zarbalari Tehron tomonidan yadroviy qurol yaratilishini jiddiy ravishda kechiktirdi. AQSh Eronga zarbalar bergan bo'lsa-da, ushbu davlat bilan urush holatida emas. Washington tinchlikni istaydi. Shu bilan birga respublikada yadroviy dastur bo'lishini xohlamaydi, dedi vitse-prezident. AQSh hujumidan so'ng Fordodagi yer osti yadroviy inshooti ustida 6 ta chuqurlik paydo bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari buni Mahar texnologiya tomonidan e'lon qilingan sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ko'rish mumkin. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, zarbalarning asosiy nishoni uranni boyitish uchun mo'ljallangan sentrifugalar joylashgan kaskad binosi bo'lgan. AQShning Erondagi yadroviy obyektlarga urgan zarbalariga jahon hamjamiyatining munosabati. Yevroittifoq tashqi siyosat rahbari Kaja Kallas Eron, Isroil va Qo'shma Shtatlarni muzokara stoliga qaytishga chaqirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Eron yadroviy dasturini xalqaro xavfsizlikka jiddiy tahdid deb atab AQSh zarbalarini qo'llab-quvvatladi. Uning ta'kidlashicha, bu harakatlar tahdidni yumshatishga qaratilgan. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirligi Qo'shma Shtatlarning Eronga zarbalarini qoralab, xalqaro hamjamiyatni inqirozni hal etish bo'yicha sa'y harakatlarga chaqirdi. Italiya mudofaa vazirining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning zarbalari Yaqin Sharqdagi mojaro manzarasini to'liq o'zgartirib yuboradi. U Tehron tomonidan qattiq javob bo'lishi mumkinligini inkor etmadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi barcha kelishmovchiliklarni, jumladan yadroviy masalalarni BMT nizomi asosida muzokara yo'li bilan hal etishga chaqirdi. Iroq hukumati Qo'shma Shtatlarning Eronga hujumlari davom etsa, bu xatarli keskinlikka va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bildirdi.
Ummon Tashqi ishlar vazirligi Washingtonning harakatlarini noqonuniy tajovuz deb baholadi va zudlik bilan keskinlikni pasaytirishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi AQShning Erondagi yadroviy obyektlarga qilingan hujumni qat'iy qoraladi. Pekin mojarodagi barcha tomonlarni, ayniqsa Isroilni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga va muzokarani boshlashga chaqirdi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi Qo'shma Shtatlarning Erondagi yadroviy obyektlarga urgan zarbasini keskin qoraladi. Eronning o'zini himoya qilishga qonuniy haqqi bor deyiladi vazirlik bayonotida. Eron parlamenti Hormuz bo'g'ozini yopishni ma'qulladi. Reuters. Eron parlamenti Hormuz bo'g'ozini yopish kerak degan fikrda. Bu bo'yicha yakuniy qarorni mamlakatning Milliy xavfsizlik kengashi qabul qilish kerak, dedi Eron parlamentining Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat bo'yicha komissiyasi a'zosi Ismoil Kausari. Hormuz bo'g'ozi Fors ko'rfazini Ummon orqali Hind okeani bo'ylab bog'laydi. Bu bo'g'oz suyultirilgan gaz va neftning global savdosi uchun muhim ahamiyatga ega. Bo'g'ozning eng tor joyida Ummon va Eron o'rtasidagi masofa 54 kilometrni tashkil etadi. Eronning har qanday javobi yanada kuchli zarbaga duch keladi. Pete Hegseth, Pentagon rahbari. Pete Hegsethning ma'lum qilishicha, agar Eron AQShning kechagi havo hujumlariga harbiy javob qaytarsa, Washington Eronga yanada kuchliroq va keng qamrovli zarba beradi. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, AQSh tomonidan Eron yadroviy obyektlariga berilgan zarbalarda 7 ta B-2 bombardimon samolyoti ishtirok etgan. Shuningdek, Isfahondagi yadroviy markazga qarshi 20 dan ortiq qanotli raketa ishlatilgani tasdiqlangan. BMT Xavfsizlik kengashi 22-iyun kuni AQShning Eronga zarbalarni qoralovchi rezolyutsiya loyihasini ovozga qo'ymadi. TASS nashri.